Mana suv. Mana счетчик. Bo'lonbas. Ishlayapti, hammasi joyida. 303 kub ishlagan ekan. Ekonom degan счетчик nomi. Dehqonobodga qo'yilgan. Oqsuvga. Hali 2 yil ham bo'lmadi. Ishlab turibdi, hammasi joyida. Endi hali yangilik chiqibdimish. Bu счетчикlar birak ekan. Yana kissamizdan sotib olib, yangi boshqa счетчик qo'yar ekanmiz. Bilmam nima qilish kerak. Nimasi birak buni? Qayta sertifikatsiyadan o'tkazilmas ekan. Xullas, shunga tushunmay qoldik. Ishlab turgan narsani nimaga almashtirishimiz kerak buni? Bo'lonbalar bo'lsa, ishlab turgan bo'lsa, normal ishlab turibdi. Nima uchun buni almashtirishimiz kerak? Nima foydasi bor buni bizga? Yo, bironta bir tadbirkor yangi счетчик chiqarsa, ishlab turgan narsani olib tashlab yangi qo'yish majburiyatimiz bormi?